Ha, bo'ldi aka. Cho'tkisidan topib beraman o'zim. Hop. Hop. Oyog'im tegidan chiqdimi? Hey, Ha Zafar, oldingmi? oldim. Qanchaga? Bozordan bir 500 arzoniga oldim. O, qancha yurgan ekan? Ko'p emas, yilikim 25, hali 30 ming ham yurmagan ekan. Va, kakras klient bor. Sotib olamiz. Yo'q, hali sotmayman. Nima? Sal keyinroq sotaman. Nimani kutasan? Lo'q klient bor. Tirikchilik qilib tashlaymiz. Ha mayli, keyin hafta olib chiqarman. Sen bozorchilik aytgandaychi, sal g'alatiroq olib sotarsan. Bilasanmi? Yo, menga. O'zing bilasan. Bo'pti, ha. O? Abdulg'ay, O Baxtiyor, nega Zafarga sotmading? endi buni yaxshilab tekshirib, keyingi haftagacha shu ishonch hosil qilganimdan keyin sotaman deb. Nima egasidan so'raolmadingmi? Tekshirmadingmi? So'radim. Endi bu odam birinchi marta ko'rib turishim. Endi rost gapirdimi, yolg'on gapirdimi bilmayman-ku. Shunga yaxshilab tekshirib, ko'nglim xotirjam bo'lgandan keyin sotaman-da. Ha, sotuv sendan ketsa bo'ldi-yu. To'g'risini aytsam, bu ham bir mijoz uyiga boradi. Shunga birovning haqqidan qo'rqaman to'g'risi. Ajoyib odamsan-da. Agar sotsang, menda zo'r klient bor. Yaxshi mashina, yaxshi odamga borsin. Mayli, sotsam birinchi senga aytaman. Kelasi hafta xabarlashamiz. Bo'pti. Mayli. Xo'p. Puli naqd lekin. Telefoningni kutaman. O'g'lim, halol bo'l. Ajoyib odam. Yolg'onga aralashma. Bozor shaytonning uyi deb 500 ga aytishmagan. Unga fursat qoldirma, bolam.